Bu molimizda qanaydir holat bor. Mana burni ham qaraydigan bo'lsangiz suv oqyapti. Kasal. Suv oqyapti. Unaqangi holati yaxshi emas. Agar buni e'tibor qilsangiz, oxirgi oyoq tuyoqni qarang, bog'langan turibdi. Demak, tuyoqda o'g'lingiz yedi degani hamma narsa zo'r bo'ldi degan emas. Endi uni qanday hazm qilyapti? Hazm qilish usulini esa oddiygina mana faqat bunga olish qoidalari bor. Shuni aytib o'taman endi. Ketdik. Assalomu alaykum. Hurmatli muxlislar. Bugun Sanjar Mahkamdan do'stim bilan video orqasida Assalomu alaykum. sizlarga eng muhim mavzulardan biri bo'lgan. Ya'ni chorvada mahsulotlarning baholash usullari. Umuman olganda molingiz sut beryapti, lekin uni yana qanday qilib optimallashtirish mumkin? Demak, o'sha to'g'risida gaplashamiz. Bitta narsa ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar chorvani muxlisi bo'lsangiz, qarangki nimalar qildirib qo'ymaysiz. Shuni qarang. Temirdan kesilgan olamiz. Endi eng qizig'i tagimda bomba turibdi, bomba. Hali bo'sh bo'lmay ekan, lekin ichida hech narsa yo'q. Siz qolganmi? Kim aytadi buni? Nima bor ekan? Bitta ochingchi. Qamab taqdan ham bo'shab qolgan. Ichida bundan kattasi turibdi, hozir ko'rsak bo'ladi. Bu yerda albatta urug'lar saqlanadi, sementallarni, o'sha maxsus urug'lar saqlanadi. Demak, nima haqida gaplashamiz bugun? Semental xo'jaligi bo'lib, semental Filip Shtollev degan Naslchilik xo'jaligi. Naslchilik xo'jaligi. Eng muhimi, mana shu yerda turgan Flek ve Suxt Metrib degan naslchilik xo'jaligi. Eng qiziq joy bu yerda nimada? Nima uchun naslchilik ketadi? Naslchilik doim aytib o'tganimizdek, ma'lum bir bosqichdan iborat. Ma'lum naslchilikda qanaqadir ko'rinish emas, asosiy mahsuldorlik, siz uchun iqtisodiy daromad keltiradigan qismlarga qaratiladi. Agar buni e'tibor qaraydigan bo'lsak, qarangki, katta mana Sanjar bir ko'rsatadigan bo'lsangiz, yiliga necha ming litr sut berganini qarang. Hozirgi kunda 10 ming litrdan oshdi. Mana 22-yil qo'yilgan baholangan. 18 lik turibdi. 17 17 8 ming turibdi. Qarang, 19 dagi turibdi, 8 ming, keyin 18 ga chiqyapti. Yo'q, adashib ketgan shekilli. Ha, 17 15 turibdi, 8 ming. 22-yil, 23-ki, 24-ki 9 ming. 10 mingga ham chiqqan ekan. 10 ming ham chiqqan. Bu narsa nima uchun biroz kamayib, biroz pasayishi? Asosan daladagi mahsulotlarning o'sha dag'al oziqaga bog'liq. Dag'al oziqalar sifati a'lo darajada bo'lsa, albatta mana shunaqangi yillar davomida mahsulotlar ko'tarib boradi. Faqatgina mahsuldorlik emas, naslchilik ham, molingiz uchun qilingan shart-sharoit ham. Demak, barcha narsa uyushqonlikda holatda mahsulotlarni ko'tarib boradi. Buning uchun esa albatta siz naslga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Mana bu sigirda nomeri yozilgan menimcha. 627 578 546. 85 ming. Mana 25-900 ming litrdan o'tibdi ekan do'stlar. Asosiy ko'radigan narsangiz molning raqami, mana bular quloqdagi raqami, mana shu mollar qarangki, bitta mol hayoti davomida 85 ming litrdan ko'p sut beryapti. Havo ham issiq bo'ldi. Demak, umuman olganda qaraydigan bo'lsak, bu kichkina raqam emas-da bu. Do'stlar, hozir mana o'sha xo'jalik rahbarini uchratdik. Baxt topdi biz uchun. Bir ikki savollar berib o'tamiz. Philipp, danke für das Zeit. Paar Frage. Wie viel Hektar hast du dann insgesamt bewirtschaftet hier? Wir bewirtschaften 120 Hektar. Demak, 120 hektar yerlari bor. Wie viele Kühe dann hast du insgesamt jetzt momentan? Also am Melkenturm jetzt aktuell 109. Ja, aha. Und insgesamt sind es 132. Und Jungvieh 140. Sowas. Demak, umumiy mollar soniga qaraydigan bo'lsa, sog'im mollar 109 ta, umumiy tinim davra turganlarni qarasam 134 ta. Hammasi bo'lib qaraydigan bo'lsak, demak 300 dan ziyod mollari bor. Demak, hozir ko'rib turgan insoningiz bilasizmi kim? Uncha milliarder odamda o'zi bilmayman faqat. Bu degani Germaniyada hammasi xususiy yerlar. 120 gektar bu kichkina narsa emas. 1 gektar taxminan hisoblaganda bu atrofdagilar 200 ming yevro atrofida turadi. Bizga hozir xo'jalikda qo'yib berdi, Sanjar Mahkamida do'stim bilan ishdan olamiz. Philipp, wie hast du das erreicht? Diese Sachen alles. Wie? Ja, du hast fragst du mich das an. Du gute Fütterungsbehörde. Ja, danke. Danke dir, Philipp. Hazillashib aytyapti, eng yaxshi nima deydi, ratsiondan maslahat beruvchimiz Ismoil, o'shancha shunga haligi nima deydi, sababchi bo'lib mana shunaqa yutuqlarga erishdik deyapti. Demak, hozir aytib o'tgandek, bu darajaga yetib kelishda asosiy qilingan ishlardan eng muhimi, doim aytib o'tadigan, ideal rejamiz doim aytib o'tadi. Mollar uchun yaratilgan shart-sharoit, yotoqxona. Umuman nima deydi, bu yerda mollarda o'rtasida urush bo'lmasi kerak, yetarli joy bo'lishi kerak. Va yorug'lik, yetarlicha yorug'lik, suv ta'minoti va undan keyin bo'sha aytganimizdek genetika, oziqani kvaliteti, oziqani sifati. Oziqani sifatini aytayaptiki, men yaxshilab bordim va bunga qo'shimcha o'sha zakvaskalar qo'shdim. Biz O'zbekistonda zo'r zakvaska borganmiz, telefon nomerini qoldiramiz, o'shandan qo'shsangiz, albatta sizni bu oziqangiz ham yaxshilanadi. Mana shularni umumlashtiramiz do'stlar. Siz ideal agrarda ishlang, sizga yo'riq nima ko'rsatadi, bu yerdagi ma'lumotlarni olib sizga yetkazadi. Ishoning, sizda ham xuddi Philippnikidek xo'jalik bo'ladi.
Juda ham Maximal qiziq. 2. Qarang, qiziq holatki, mana shu 120 gektar, mana shu 300 mol, mana shu hamma narsa bir sharoit texnikalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yerda ikkita odam asosiy ishchi o'ringa ega. Xotinlari ertalab 2 soat, kechqurun 2 soat buzoqlarga qaraydi. Asosiy xotinlar qiladi buzoqni. Bu yo'q, to'liq bu yerda molxonani menejment qiladi va yana yordamchi bir ikkita ishchilar bor. Ular yarim kun, bir kun kelib ketadi. Qo'yib qolish kerak. Filip, dankeschön. Wir machen weiter. Viel Erfolg dann. O'rtoqlar, mana ko'plar so'rab o'tadi. U narsa muhim narsa-da. Ko'plar so'rab o'tadi. Mollarni tagiga tashlanadigan bu dezinfeksiyalovchi mahsulot. Ya'ni mollarimizda ko'pincha yelin kasalliklari, tuyoq kasalliklari ko'payishi sabab bo'ladi. Sababi yotoqxonada eng ko'p vaqt ketadi. Aytganimizdek 14-16 soat yotadi. O'sha yotgan vaqtdagi agar yellar kanal ochiq bo'lsa, o'sha yerdan har xil bakteriyalar kiradi, tuyoq kasallanishi. Shuning uchun doimiy tagini dezinfeksiyalash kerak. Faqat e'tiborli bo'ling. Toshli emas, mana shunaqangi suvday bo'lish kerak. Buni qarang, suv bu. Bu hech qanaqa, bu unday gap, hech qanaqa toshi yo'q, qarang. Umuman toshi yo'q. Yo'q bo'lib ketdi. Nima o'zi bu? Bu narsa Ohakmi? Ohakda So'ndirilganmi nima? So'ndirilgan ohak so'ndirilgan 12 pHli yuqori buni. 12 dan yuqori. Maxsus bu. Buni ham O'zbekistonga olib borish oson, lekin qimmatlashib ketib qoladi. Lekin o'zimizda ham qilsak bo'ladi. O'sha so'ndirilgan ohakni faqat iltimos e'tiborli bo'ling, kichkinagina donachalik toshli bo'lmasin. Tuyoqqa botadi. Shunaqangi bo'lish kerakki, haqiqiy unday bo'lish kerak. Shundagina mollar tagini dezinfeksiyalaydi. Albatta sizga yelin kasalliklarni, tuyoq kasalliklarni oldin olishga yordam beradi. Endi davom etamiz. Mahsulotlarni baholashda. Endi siz ratsionni qildirdingiz. Idora jamoasi sizga ratsionni qilib berdi yoki kimdir qilib berdi ratsioningizni. Aynan o'sha tayyorlangan ratsion hisob-kitob qilish mumkin. Turli xil programmalar bilan hisoblash mumkin. Lekin qarorni sizni chorvangiz hal qiladi. Ratsioningizni ba'zi oziqalar, demak minerallar va konsentratlar bilan tuzib tayyorlandi. Namligini keltirib oldingiz, molxonaga mana tayyorlab berdingiz. Aytganimizdek birinchi hisoblangan ratsion. Endi eng muhimi tayyorlangan, o'sha hisob-kitob qilingandan tayyorlangan ratsionni molingiz yeyaptimi? Buni kuzatasiz. Buning uchun esa men sizga yana ko'rsatib o'taman. Mollarni umumiy qorniga qaraymiz. Qay daraja yeganligi baholashda mana shu o'ng tarafdagi burchakka baholaysiz. Mana shu o'ng tarafdagi burchak 3 burchak shaklda bo'ladi. Va buni qaraydigan bo'lsak, mana shu burchak. Qanchalik to'lgan bo'lsa, demak molingiz shuncha yaxshi yeyapti. Buni bunday olganda katta qorindan ko'rish mumkin, to'liqligidan ko'rish mumkin, lekin mana shu tarafda to'la turishligi molimizda yaxshi oziqani yeganligini baholab beradi. Ismoil, bu molda hozir qorni ichiga ana o'qib turibdi, yemayapti deganimi bu? Demak, bu molimizda qanaydir holat bor. Mana burnidan qaraydigan bo'lsangiz, suv oqyapti. Kasal. Qani suv oqyapti. Unaqangi holati yaxshi emas. Agar buni e'tibor qilsangiz, oxirgi oyoq tuyoqni qarang, bog'langan turibdi. Demak, tuyoqda o'riq bor. Tuyoqda molda tuyog'i ketdi degan bo'ldi. Molimiz tamom, hech narsa yemaydi degan. Ana bu qarangki, ichida urishini ham qarang. Qarang, tez uryapti. Demak, molimizning holati yaxshi holatda emas. Ko'zda ham birozgina ichga kirgan. Molni mana shunaqangi signallari asosida baholasa ham bo'ladi. Hozir bu ham demak oziqlanmaganidan boyagi chuqur ichkariga kirib qolgan. Va yana bitta narsa qiziq joyi, pashshalar ko'payib ketadi. Chunki temperatura yuqori bo'ladi molda. Tanasi yomonroq bo'lgan mollarimizda temperatura yuqoriroq bo'ladi. Qarang, bularda kam pashsha, bir ikkita ko'rasiz, lekin bularda o'sha ustlarida ko'payib ketgan pashsha. Demak, mana shu molimizning beradigan signallariga qarab, turib, yeydigan, yemaydiganlarni baholab qo'ysak bo'ladi-da. Mana shunaqa do'stim. Tayyorlangan ratsion bo'lgan bilan mana molimiz yemay turibdi. Bu yerda boyagi ishchini kam ishlatishning sababini endi aytib o'tib keting. Demak, to'g'ri, bu xo'jalikda ikkita ishchi deb aytdik-ku, lekin haqiqatan mana shunaqa yordamchilari ham bor-da. Robotlar orqali boshqariladi. Mollarni ozg'asi suradi, ratsion tayyorlab berib ketadi. Tayyorlangan ratsionni berib qo'ygan kompyuterga o'sha tayyorlab mollarimizga keltirib beradi. Demak, mollaringizda agar shu burchak, bo'shliq, chuqur bo'lib turadigan bo'lsa, bu degani siz ratsioningizni nima to'g'ri kelmayapti. Hidi to'g'ri kelmayapti, ta'mi to'g'ri kelmayapti. Tayyorlangan ratsioningiz shunday turadi oxirida. Mana shundan ham ko'rish mumkin. Ya'ni hisoblangan ratsion bu degani hammasi hal bo'ldi degani emas. Endi molimiz yeyish kerak. O'shaning uchun yeyuvchaligini, ta'mini yaxshilashimiz kerak. Har xil o'sha deylik, o'sha beradigan ratsionimizni umumiy holatga keltirib olishimiz kerak. Tarkibidagi mahsulotlar sifatli mahsulotlar bo'lishi kerak. Ana ideal ko'rimga o'xshagan mahsulot sifatli mahsulotlar qo'shilgan bo'lishi kerak. Va molimizda yeganligini baholashda o'sha burchakka qarab baholaysiz. Endi molingiz yedi degani hamma narsa zo'r bo'ldi degan emas. Endi uni qanday hazm qilyapti? Hazm qilish usulini esa oddiygina mana bozorlarimizda tiqilib yotibdi. Ko'plar men ko'rsatgan uskunadan xafa bo'lgani mana topa olmaymiz deb. Oddiygina elagich. Shuni olasiz, elak deysizmi? Elak deymizmi, qanaqa deymiz? Faqat bunga olish qoidalari bor. Shuni aytib o'taman endi. Demak, hisobladik, yedirdik, endi hazm bo'lganini baholaymiz. Buning uchun esa bitta asos qoidasi. Molimiz yangi tuqqan moldan olinmaydi axlat.
asosan 30 kundan keyin o'tgandan keyin molda olinadi va 200 kundan keyin u yo'q ham olinmaydi. Mana shu 30 kun bilan 200 kun oralig'idagi mollarimiz olinadi. Sababi mollarimizda model almashinuvi endi tinch holatda yoki optimal holatda bo'ladi. Mana shu mollarni axlatdan olib yuvib ko'rsatamiz. Sog'in sigirlardan. Sog'in sigirlar albatta. Endi ketdik Sanjar. Siz ham luboy kelgan joydan yoki to'g'ri kelgan joydan olmaysiz. Albatta u yangi bo'lish kerak. O'shaning uchun molni turg'azamiz endi. Turadigan mol doim axlat qiladi. Hoppa. Biroz kutamiz. Ismoil, Nima? turguncha bitta bir ikkita savollarim bor-da. Ha. Mana u joyga hozir tif boksdami? Ha, bu chuqur ana yotoqxona deyiladi. Chuqur yotoqxonadan asosan axlatidan foydalanadi. Eng ko'pincha o'sha Separatordan chiqarganmi? separatordan, issiq separatordan siqadida, suvni ajratib oladida va axlati bu. O'sha o'zini molda axlati. Ustini yopib, terma haligi isitadimi? Nima qanday Yo'q, isitadi? o'zi apparat shunaqa. Chiqarayotgan payt qisadigan vaqtda 60 gradus temperatura qisib, suvda ajratib oladi va Ha, bittasidan o'qiydi. Ana. Endi mana shu yer Sanjar hozir bitta narsa bor. Ana molimizni axlatiga ham qarab o'tadigan bo'lsak, o'sha optimal holatda, ya'ni uyum qilyapti. Tezda qochib ketib qoldi. Hozir mana shundan ham ozroqni olamiz. Bitta moldagini olmaymiz do'stlar. Bitta moldagini olmaymiz, ikkita, uchta, kamida 3 ta moldagini olsak yaxshi bo'ladi. Shunda o'rtachasini qilib olsak bo'ladi. Qarang, turishni ham qarangda, oyoqqa nagruska tushmayapti. Yotoqxonasi juda ham qulay mol uchun. Hech qanaqangi oyoqlarda shishish yo'q. Aynan yotoqxona juda mustahkam, o'ziga yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni mol yotish kerak, maza qilish kerak. Yotadigan joy yaxshi bo'lsagina molimizda tuyoq ana yerda ham qilyapti. Ana undan ham olamiz. Biroz suyuqroq, lekin yo'q, hech narsa emas. Bu hammasi yaxshi holatda. Bu hozir buni hardan tekislab chiqadimi? Nima qiladi quritish uchun? Yo'q, bu o'ziga qurigan holatga keladi bu. Chunki 60 gradus temperatura chiqqandan keyin ma'lum bir uyum bo'lib qoladi. U ma'lum vaqt turadi ham, qurib bo'ladi o'sha. Bu yerda namlik qancha deydi? Quruqmasa taxminan 70-75% bo'ladi. Mana shuni qilib tashlaydi, bo'ldi. Qarang, muloyimligini qarang. Molimizga hech qanaqangi anaqa yo'q-da bu yerda. Sanjar. Mana molimiz yana bittasi axlat qildi, mana. Ikkita qildi. Hoppa, ulgurmadik. Mana bundan olamiz hozirroq. Ikkita bo'ldi. Yana bitta molimiz bo'lsa, shundan ishimiz bitadi. Bu ma'lumotlarchi buncha odam qayta ko'rish kerak-da. Albatta. Molxonalarda katta fermalar bor. Faqat haligi simptom, mollar kasal bo'lsa, o'shani davolash bilan ana umr o'tadi-da ko'pchilikda. Yo'q, o'shani oldini ham olish uchun ham bunaqa komfortga, oziqlantirishga, boshqa narsaga e'tibor berish kerak. Nima uchun biz ma'lumot beryapmiz? Hozir aytib o'tgandek, hisobladi ratsionni, yedirdik ratsion, baholaymiz buni, keyin sut oldik, ko'ramizda haqiqatan hisoblagan ratsionimizga to'g'ri sut beryaptimi? Agar kam beradigan bo'lsa, demak yana boshlaymiz, uni kovlab ko'ramiz endi. Qayerga ketyapti xatoligimiz. Hozir demak, ratsionni ko'ramiz, birinchi hisoblab bergan ratsioningizda, keyin yangi qilingan mahsulot. Mana shuni olsak bo'ladi. Bu hozir optimali shuda endi. Ha, optimal holatda. Shuni bitta etik bilan bir baholab yuboring shuni. Yo'q, etik bilan baholasa ham bo'ladi. Mana bunday qilasiz. Mana ko'rinadigan bo'lsa, dollar mahsulotda ko'rinsa, demak tasavvur qiling, mana dollar mahsulotda ko'rinyapti. Nimadir hazm bo'lmayapti. Bu tirikton, lekin haligi qayerdan kelishi mumkin tirikton? Silosdanmi yo asosan somondan keladi. Asosan ko'pincha somon tarkibida bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu mollar uchun qilingan shart-sharoitni ko'rish mumkinki, qarang. Maza qilyapti, yo'qmi tanaysiz? Ko'cha issiq. Shunaqa. Ko'cha issiq, bu yerda keladigan. Mana bu qoldi yana bugun. Luft ballonlar deydi yoki deymiz havo haydab beruvchi. Havo shlanglari deylik. Havo haydab beruvchi, demak, shlang yoki nima bo'ladi? O'zbekchasi aytganda shlang. Yo'q, shlang buni shlang bo'lmaydi. Endi Sanjar. O'zbekchasi shlang endi. Kanal. Shlyanka. Shlanka. O'zbekcha emas, ruscha bo'lib ketdi bu yog'i. Mana ichiga qaranglar buni. Shamol urib turibdi mana yerda. Bu yerda mana mollar kelib nima qilyapti? Yotgani yotib, qovush qaytargani qaytarib yotdi. Demak, ketdik do'stim. Buni endi mana 3 ta molda axlatdan oldik do'stlar. Endi buni yuvib ko'rsatamiz. Yuvish qoidalariga amal qilamiz. Suvning nabori kuchli bo'lib ketmasligi kerak. Bo'ladi mana shu turishda, ha? Mana shuni ushlab, buni birozgina qilib kovlaydigan bitta cho'p kerak ekan. Kovlaydigan bitta cho'pni oling. Mana. Ismoil, ko'p ko'pirib ketish holatlari bo'ladi. U nimadan haligi dalolat beradi? Ko'p ko'pirib ketsa? Ko'pirib ketadigan bo'lsa, ko'pincha Sanjar kuzatiladigan tarjima mana shuki, demak, mollarimizda atsidoz bo'layotgan bo'ladi. O'sha moddalar mana shuda asosan hozir endi ozgina ko'pirib
ko'payapti, atsidozi bormi yo'qmi? Yo'q, bundan unaqa bo'lmayapti. Suvni ta'sirida bo'lyapti bu narsa. Lekin ba'zi ko'ramiz. Buni ham baholasa bo'ladi, axlatga qarab baholasa bo'ladi. Hozir buni tashqariga chiqib baholaymiz hozir. Albatta. Qorong'ida ekan. Mana shu tayda Sanjar yaxshi suv tushishi kerak. Ya'ni Haligi tiniq tushishi kerak. tiniq. Hozir tiniq tushyaptimi? Hozir Tiniq ko'ramiz. bo'lsa, yana birozdan o'qilamiz. Ana, tiniq tushdi. Endi to'xtatamiz buni. Salganda bilan yuboramiz va endi baholaymiz do'stlar. Demak, o'sha axlatni yuvib olgan narsamizda eng muhim narsalardan bittasi qancha miqdorda olganimizga ham bog'liq va o'sha axlatni yuvganimizdan keyin qancha qolganiga ham bog'liq. Masalan, hozir olgan axlatimiz o'rtacha hisobda qolgani zo'r holat bu. Faqat endi buni ochib bitta baholab chiqamiz endi qarang. Bu haligi makkajo'xori nima? Mana. Qarang. Qarang, makkajo'xorini ko'plar aytadi, "Ya, 2 ga bo'lib tashlagan" deb. 4 ga bo'lsang hazm bo'lmaydi deydi-yu. Mana, hazm bo'lmaydigan narsa. Qarang, bu energiya, bu yo'qotiladigan energiya. Endi ko'pchilik haligi makkajo'xorini o'zidan analiz olib keladi, misol uchun-da. Bu yedi deb turib. Bu anavda energiya sifatida haligi qilyapti, analizdan o'tgan energiyaviylik qismi nimasi yuqori deyapti, molni anaqasiga kiryapti, oshqozonga kiryapti, singmay qaytib chiqyapti. Albatta, o'shaning uchun har doim ham laboratoriya hamma narsani hal qilmaydi. O'shaning uchun ham ideal agrarni, ideal ko'rimlar shuning uchun ham idealda holatda. Aynan katta qoringa kirgandan keyin, molga ichkarisiga kirgandan keyin hazm bo'lish darajasi yuqori. Aynan mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu yerda hozir makka donidan kelayotgan narsalardan bittasini nima olishimiz kerak? Ana. Umumiy olganda Sanjar, agar shu ratsionni umumiy qaraydigan bo'lsangiz, bu ikkita bilan yomon deb bo'lmaydi-da. Umumiy yo bitta kichkinagina narsalar, bular hech narsa emas, Sanjar. Masalan, tez hozir axlatni juda suyuqligidan oldik-ku, o'shanikidan chiqqan bo'lishi ham mumkin. O'sha holatda atsos holatga kelgan bo'lgan mol, hazm bo'lishi tez, ya'ni katta qorinni tezda surib chiqarib tashlaydi. Mana bu yerda umumiy qaraydigan bo'lsak, axlat juda ham yaxshi hazm bo'lgan va bu albatta bizani o'sha unaqamizda garov. Nima deymiz? Nimalar bormi endi? Buni hali singmagan. Yo'q, endi bular sinmay, ba'zi birovlar bor. Boya tez chiqqani, bu singmagandagi bu singmagan. Albatta, mana shu narsani ko'radigan bo'lsak, bular sinmayman. Bu o'zimizda mahsulotimizda, demak, dag'alozg'amiz sifati bilan bog'liq bu. Endi bitta savol-da, texnik. Oziqa bergandan keyin necha soatdan keyin xuddi mana shunday qilib chiqib keladi, necha soat vaqti bo'ladi singishda chorva? Asosan 30 soat. Maksimal 30 soat. Demak, to'g'ri tuzilgan ratsion bo'lsa, 30 soatgacha molda ishdan chiqib ketaveradi. Aylanma harakat 30 soat hisoblanadi. Katta qorin kameralardan 4 ta kameradan o'tadi, ingichka ichak, yo'g'on ichak va axlat. 3 ta ekanmi demak? 3 ta haligi 3 ta ostanovkadan o'tib keyin tushadimi? Endi mahalla 4 ostanovka ko'p do'stim. 4 ta kamera degan 4 ta kameraga ham o'tadi. Katta qorinning 4 ta kamerasi kiradi. O'shalardan o'tib so'rilib, keyin ingichka yo'g'on ichakga o'tadi. Ingichka ichaklarning uzunligi o'zi adashmasam 40 mm o'raliqda bo'ladi. Undan keyin 8 ga o'tib boradi, katta yo'g'on ichakka o'tadi, u yerga ketadi. Umuman olganda 30 soat. Okay. Qo'limizda qancha axlat suyuq bo'lsa, shuncha tez bo'ladi. Demak, axlatni suyuq bo'lishiga sababni aytib o'rsangiz? Suyuq bo'lishiga sabab haligi tez o'tib ketishiga. Sababi ratsioningiz noto'g'ri tuzilgan yoki beradigan dag'al unaqangi demak konsentratingiz juda ham ko'p. Juda ham ko'p bo'lsa ham o'sha deylik, atsos holatga keltirib qo'yadi. Undan tashqari molimizda ko'p stress holatlarga bo'lganda ham ichib o'tib ketadi. Molimizda doimiy tinchlik kerak. Har kimni ham olib kelavermay, molimni qasamlayaptimi yo'qmi deb. Demak do'stlar, aytganimizdek, ratsionni hisobladik, yedirdik, hazmni ko'rdik. Endi mahsuldorlikni ko'ramiz. Axlatni baholab bo'lgandan keyin endi qanaqa bo'lyapti? Kelgan mahsulotimiz qancha chiqyapti, ko'rsatamiz. Hamma narsa shu yerda ekan-ku, bu yerda. Demak, Sanjar, mana shu yerda biz barcha narsani kuzatishimiz mumkin. Aynan tayyorlangan ratsionimizni, mollarimiz yeganini baholadik, axlatni baholadikda, demak hammasi yaxshi kelyapti. Ratsion to'g'ri hisoblangan, mollarimiz yeyapti va axlat hazm bo'lishi ham yaxshi. Endi buni qayerdan baholaymiz? Mana bu raqamga qarab baholaymiz. Mana 31 bugungi kunda soatga aniq 31,7 kg. Ayni vaqtda sovuq turibdi. O'rtacha hammasi-da bu. Albatta. Shu umumiy 109 ta molda o'rtachasi 31,7 kg. 32 degan topadi. Da, albatta 32 bu kilogrammda hisoblanadi. Litrga qaraydigan bo'lsa 32 litr aniq. Demak, umumiy hisobda yana nimani baholash mumkin bu yerda qarab turib? Sizlarga nima ko'rsat? Yog'lilik darajasi. Yog'lilik darajasi mana yoz oylarida ko'pincha kuzatiladi, 4 ga yaqin va oqsil miqdori bu ham 4 ga yaqin. 3,37 ta, bunisi esa 3,94 bo'lib turibdi. Yomon holat emas, chunki havo issiq bo'lgan paytda bu narsa ko'p kuzatiladi.
bitta narsani ham bu yerda yaxshilashimiz kerak, yana yog'lilik darajasini ko'tarish uchun. Balkim 10 top olib kelib berarmiz ideal korumdan, ideal agrardan. Balkim. Shunda yaxshi bo'lib ketadi. Hozir qarangda, o'zini bir diagrammasi bor. Albatta. Xo'p, yog' bilan yog' bir taraf, keyin ayvayz o'sha proteinligi, oqsilligi. Oqsilligi. O'sha bilan hammasini hisoblab, o'zini bir haligi diagrammasi bor edi. Haligi anaqa oqsillik ko'p bo'lsa, ko'p ayvayz berib olyapsiz. Yo'q, unaqa emas. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, mana bu narsani aytmoqchisiz. Bu o'rtasidagi unaqa ko'rsatiladi. Diagramma, masalan, deylik, birinchi gruppasi, ikkinchi gruppasi, uchinchi o'ta unaqa tinimdori turgan. Tinimdori turgan paytda yog'li daraja hisoblanmaydi, protein muhimroq hisoblanadi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, birinchi gruppada asosiy yog'li darajasi o'rtasi ikkalasining farqi. Bu orqali bizimizda molimizda nima ko'ramiz? Atsidoz yoki ketoz bo'layotganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin bu yerda 1.17 optimal holatda. Mollarda hech qanaqangi. Endi u degani nima degani? Sut tarkibida yog' bilan oqsilni o'zaro munosabati 1 dan kichkina bo'lsa, atsidozni beradi. 1.5 dan katta bo'lsa, ketozni beradi. Demak, energiya yetishmayapti bo'lyapti yoki alozga yetishmayapti yoki deylik, ko'p miqdorda konsentrat beraveramiz. Mana shuni ko'rsatuvchi asosiy omil. Demak, bir ekanda o'zi eng muhim malika. Bu yerda mayli, ha. Xo'p, yana nima bor? Demak, bu yerda Sanjar qiziq narsa bu, juda ham bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Mana bu yerga ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi kunda 12,5 kilogramm umumiy hisobda ideal ko'rmayapti ekan. 32 litr sut berish uchun 12,5 kilogramm ideal ko'rim. Dag'al oziqadan qancha beryapti endi? Dag'al oziqani yeydigan miqdorni bu yerda ko'rsata olmaysiz, afsuski. U endi umumiy ratsionni berishimiz kerak. Odamlarga shundagina tushunib olishadi. Bu yomon ko'rsatish emas. Lekin shunga qaramasdan turib, bularni hozir o'ti yaxshi bo'lmadi bu yil. O'shaning uchun birozgina beradigan konsentrat yuqoriroq. O't yaxshi bo'lmagani uchun. Lekin makka silisi zo'r. Bitta makka silisi bilan bularni qila olmaydi. Lekin hozirgi kunga qaraydigan bo'lsak, 32 litr shu temperaturada sog'inadigan miqdor juda ham yaxshi bo'ladi. Umumiy holda ratsionni qaraydigan bo'lsak, ratsionda nimalar bor? 18,5 kilogramm, pashta 18,5 kilogramm makka silisi, 19 kilogramm beda senaji, demak 1 kilogramm pichani bor va suv namligini keltirish uchun 8 litr suv qo'shgan. Undan tashqari esa beriladigan unaqasimiz bor. 2 demak, unaqamizga qaraydigan bo'lsak, 3,5 kilogramm, pashta 3,5 kilogramm soya rapsimiz bor. Makka donidan 800 gramm, arpa donidan 800 gramm, demak, mineral oziqamizdan 170 gramm, demak, undan tashqari yana unaqamiz bor, kalsiyimiz bor, 80 gramm kalsiyimiz bor. Umumiy holatda mana shu ratsion. Bu necha kiloga endi anav qilingan, tuzilgan? Umumiy hisobda hisoblaydigan bo'lsak, bu har doim 27 litrga hisoblanadi, chunki robotalarda qo'shimcha oziqa beriladi. O'sha qo'shimcha robotasi 4 kilogramm tashkil qiladi. Boya bu yerdagi 12 kilo nima edi u? Bu umumiy o'rtacha hisobda mollarimiz yeydigani. Ba'zi bir mollarimiz bor, demak, yangi tuqqan mollarimizga aynan ketozni oldirish uchun yaxshiroq oziqa beriladi. Qari mollarimizga kamroq beriladi. Umumiy hisobda yeydigan oziqa unaqamiz bu. Konsentratimiz. Mineral oziqa qancha bergan? 170 gramm berilyapti. Undan tashqari chayni sodasi, kalsiy, tuz qo'shimcha qo'shilgan. Va tepadagi. Do'stlar, mana e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, mana bu yerda havo haydagich, demak, paraklari. Eng muhim narsa mana shu o'rnatishga bog'liq-da, Sanjar. Bu yerda qayerda o'rnatilishi kerak. Bu jarayon 3 ta eng muhim jarayon. Bittasi yotoqxonasi, bittasi tug'ruqxonasi, bitta oziqa yeydigan jarayon. Lekin 4-inchisi ham borki, uni qilmaysizda ko'plar. 4-inchisi yanada muhimi. Mollarimiz ko'p stressga tushib qoladigan jarayon bor. Bu tug'ruqxonaga olib kelasiz, tug'ruqxona deb uzr, sog'in zaliga olib kelasiz-ku, mollaringiz sog'in zalida kutadigan jarayon bor. Ana shu endi har birini bog'larni yig'ib kelib olib qo'ygan paytingizda, ana bu yerda katta issiqlik ajraladi, mollaringizda stress boshlanadi. Ana shu yerda ham bitta varray qo'ysangiz yoki sovuq sistemasini qo'ysangiz, ishoning, molingiz uchun bu issiqliklar qanaqa issiqlik bo'lmasin, yaqinda O'zbekistonda issiq bo'ladi. Yaqinda unaqani ko'rgandim, juda issiq bo'lar ekan. Bu issiqlarni bemalol cho'langiz yengib o'tadi. Shularga e'tiborli bo'lasiz. Endi parrakda hozir har xillari chiqib ketganda, mana bunday qo'yish bor, bunday qo'yish bor, yo vertolyotga o'xshab aylanib turadigan bor. Qaysi biri endi yaxshi? Buni albatta ilmli inson bilan gaplash kerak. Ilmli inson bilan gaplashganda uni qurish jarayoni muhim Sanjar. Qurish jarayonida hozirgi kunda eng yaxshilari masalan Germaniyada molxonaga vertolyotlar bo'lyapti. Katta maydonni oladi, 5 metrlik oladi va juda ham havoni haydab tashlaydi-da, yig'ilib qolgan gazlarni chiqarib tashlaydi. Endi bularni qurayotgan vaqtimizda qoidalari bor o'sha.
qoidalari deganimizdan o'rnatayotgan paytimizda mana shu enini uzunligini olasizda, o'ngga ko'paytirasizda, o'shandan keyingisiga yana bitta variant qurasiz. Demak, birinchi variantni qurayotgan paytingizda, ikkinchi variantni ikkalasining oralig'i birinchi qurgan varragingizni enini o'ngni ko'paytirganingiz. Masalan, eni 1 metr bo'ladigan bo'lsa, 10 o'ngga metr. ko'paytirsa, undan keyin yana bitta varrak qo'yishingiz kerak. Buni joylashtirgan paytimizda mana shuni joylashtirishimiz kerakki, buni emas, tikka emas. Tikka emas. Mana bunday joylashtirishimiz kerak. Havoni mana bunaqasi urish kerak. Ya'ni haydash kerak. Urib, bunday ko'tarilib ketadi. Shundan keyin mana bu ham uryapti, bundan ketadimi? Ikkinchisi 10 metrdan keyin yana bittasi shunday ketadi. Shu jarayonga e'tiborli bo'ladi. Havo keyin yonga chiqib ketish kerakmi, tepaga chiqib ketish kerakmi, tepadan pastga haydash kerakmi? Yo'q, aytdikki, o'shaning uchun mana bunday qilib, siz mana bunday qo'ysangiz, bu hech qanday daxli yo'q. Buni qo'ygan paytingizda havoni urgan paytda itaradi havo. Ikkinchi boradi, ikkinchisi ham itaradi, chiqib ketish kerak. Molxonaga havo chiqib ketish kerak molxonadan. Toza havo kirib, Toza havo kirib, demak, gazli havolar chiqib ketish kerak. Mayl. Ha. Endi zo'r joyga keldik deydi-ku. Demak, chorva bo'lishida ham va chorvangizni mahsuloti yaxshi bo'lishiga ham eng katta ta'sir qiluvchi narsa bu sizni silisingizda. Dag'al oziqa sifati. Dag'al oziqasi sifatida silisingiz. Mana Sanjar, men ko'p aytib o'taman, o'sha quruq bo'lganda yanada mayda kesish kerak. Mana quruq bo'lib qolgan. Quruq qolgan, qarang. Bu do'stimiz mana uzunligini qarang. Hozir keyinroq ko'ramiz. Boya ko'rib o'tib ketganimiz. Ana uning ichida donlarni ko'rdik-ku yuvgan payti. Sababi mana. Mana qarang, bunda ham muammosi bor, lekin maydaligi zo'r, chunki quruq bo'lgan paytda mayda qilishimiz kerak. O'sha 3-5 mm oraliq bo'lishi kerak. Endi agar buni olib qaraydigan bo'lsak, yaxtayligini qarang. Muzdakkina turibdi. Oho. Qarang, Bir xil akalar haligi isitib berish kerak, choy qaynatishimiz kerak deb necha marta haligi nima deydi, tortishgan akalarimiz bo'ldi. Endi menimcha shu qachondir kelib shu akalar ham haligi moli kasal bo'lib boshqa qilib qolaversa, endi hech haligi nima keyin o'zlari tushunib olishadi, lekin ishimizni boshlagan payti shunaqa degan akalarimiz ham bo'ldi-da, esingizdami? Mayli endi. Qarang. Mana Sanjar, nemizlarning xatosi. Nemizlarda ham bor xato. Nemizlarda ham bor xato. Qarang, don ezilmay qolgan. Men o'zi dehqonimni o'zim bilan gaplashdim. Haqiqatan ham aytdik, Ismoil, tegirmonim yangi qo'yilgan. Hammasi joyida, lekin Jaguar'im eskirdi deydi. Jaguarni O'zbekistonga sotib olish kerak deydi. Eskirgan Jaguar'mi? Yo'q, unaqasini yangilashim kerak deyapti. Tegirmonni yanada yaxshilashim kerak. Men buni xatosini aytib o'tdim. Shuncha joydan bitta haligi donni topib olib, O'zbekistonda shuni maqtashadi. Mana don topdim. Agar bu yerda bitta donni olib turib dehqonga ko'rsatsangiz, "Oh" deydi, buni maydalamabman yaxshi deydi-da. Ha, ancha ko'p ekan bu yerda. Ezilmagan, qarang, yaxshi ezilmagan. Bu narsani albatta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mana urilgan-u, lekin ezilmagan. Shuning uchun makkazni silis qilayotgan paytingizda albatta mana shunga e'tiborli bo'lasiz. Tonni topib olish emas, bu yerda ezishingiz muhim narsa. Ha, aytmoqchiman, yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak do'stlar. Biz hech qachon vatanimizni, o'zimiz o'sib o'lgan o'lkamizni yoki nima deymiz, kindik qonimiz to'kilgan avlodimiz o'sha yerda yashaydigan joyimizni yomonlayotganimiz yo'q do'stlar. Biz faqatgina bu yerdan ko'rayotgan narsamizni, o'rgangan narsamizni vatanga olib borishga harakat qilyapmiz. Biz bu nemislardan ham yaxshi bo'la olamiz. Qachonki mana shu beradigan bilimlarga amal qilsangiz. Chunki hozir berayotgan bilimlarimiz siz nemislar sizga borib o'rgatmaydi hech qachon. Ortu o'zbek tilini kim tarjima qilish kerak, tarjimada xatolik ketadi. Biz mana shu yerda yurib, shu yerda rizqimiz bor ekan, Alloh taolo bergan, shu yerda yurib o'rgangan bilimlarimizni va nemislarni o'zida ko'rib turgan narsamizni sizga yetkazmoqchi bo'lyapmiz. Hech qachon biz solishtirmayapmiz. O'zbekiston yomon degan narsa ketmayapti bu yerda. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, xatolarimizni tuzatishimiz kerak bo'lgan narsa to'g'risida gap ketyapti. Shuning uchun buni noto'g'ri omilga baholamaysiz. Biz o'sha ideal agrar O'zbekistonni o'syapti. Ideal agrar o'sha yerda katta bo'lyapti. Bitta kichkina bolacha edi, bugungi kunda mana 3 yoshga kirdi, 3 yoshdan o'tyapti. Uni orqasida turgan insonlar esa o'sha yerda to'lib katta bo'lgan insonlar. Aynan shu vatandagi chorvachilikni yaxshilash uchun mehnat qiladigan insonlar, bular faqatgina sizlar uchun bilimni, bu yerdagi tajribani yetkazishga harakat qilyapti. Bu narsani to'g'ri yo'nalishga yoyib turib, to'g'ri baholasangiz, albatta siz mana shunaqa ko'rsatgan bilimlarimizga amal qilsangiz, albatta chorvamiz yaxshi bo'ladi. Import emas, aniqrog'i, eksport qilishimiz kerak do'stlar. Qo'shni davlatga sotishimiz kerak. Germaniyaga mol sotishimiz kerak. Buning uchun esa imkoniyatimiz bor, shuni o'rganamiz, birgalikda davom ettiramiz. Yana bitta narsada Ismoil. Misol uchun nemislarda hozir mana yerda molxonasida 300 ta mol bor. Har bitta molini holatidan, boshqasidan kerakli vaqtda tez xabardor bo'la olmaydi-da. O'shaning uchun ham O'zbekistondagi o'sha kichkina firmalarning yaxshi tarafi shunda, agar bir moli sal yotib qolsa, boshqa qilib qolsa, unda Sanjar shuncha aytaman. Tezda reaksiya beradi-da. Mollarning o'ziga ham, meni molim cho'tab, yaxshi yemayapti. Birdaniga agar biror narsa bo'lsa, sraz bir kun ichida haligi qilib topoladi. Bular 300 ta molning ichidan boyagi kasal mol topgungacha 90 ta sensor qo'yish kerak, boshqa qilish kerak, oldindan bilish uchun.
Shuning uchun yaxshi. Bizda imkoniyat katta, do'stlar. Nemislardan ko'ra imkoniyatimiz katta. Chunki 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta mol qilib qo'ysa ham ko'zimizga doimiy tushadi. Ertalab ham qaraymiz, abitga ham qaraymiz, yo bo'lmasa ayolimiz qarab keladi, yo bolamiz qarab keladi. Doimiy ko'zimiz tushadi-da, molda kasalligini tezda aniqlay olamiz. Ya'ni yemay qolgan bo'lsa, ha, yemayapti ekan deb birdan shu bolangizga o'rgatib qo'ysangiz ham yoki bir aylanib o'tganda ham ayolingizga aytib qo'ysangiz ham yemayotgan bo'lsa, turga ratsion yemayaptimi? Ishoningki, molingizda nimadir o'zgarish bor. Shuni bilib qo'ysangiz, tezda reaksiya qilasiz va molimizni yana sifatini yaxshilaymiz. Buzoqlarga yaratilgan sharoit qarang. Maza qilib yotibdi, yotoqxonani qarang. Toza somon. Mana yerda nimadir qo'yib qo'ygan. Ha, bu narsa Sanjar doim ko'rsatib o'tamiz. Havo sovishi bilan uni tushiradi. Bu xuddi unaqa tagida yurishiga, ya'ni mikroklimasi uchun, molni o'zidan chiqaradigan issiqlikni yo'qotmaslik uchun mana shunaqa pastga tushiradi. Qish vaqtlarida unda mollarimiz demak, biz buzoqchalarimiz sog'lom bo'ladi yanada. Mana buzoqchalar yaratilgan sharoit do'stlar. Endi bitta narsa bor, ko'plar so'raydi Sanjar. Qachondan boshlab onaqaga o'tamiz, ratsionga o'taman, qachondan bu buzoqchalarimizga boqishimiz kerak, yo'q, buqalarga deylik qachondan yem beriladi. Bu qachon degan so'z yo'q. Sut tugatisizmi? Mana. Onasining ratsioni. Onasining ratsioni to'liq buzoqlarga beriladi. Bu orqali esa energiya ta'minoti ham zo'r, protein ta'minoti ham zo'r. Mollarimiz o'sishini qarang, bularni qarang, sementallarni. Sho'lashini. Kecha yaqinda bitta akamiz rasm video tashadi. Buzoq tug'ilgandan boshlab ideal agrarni ratsionida boqqan ekan. Tug'ilgandan boshlab to'liq amal qilib 14 oyda 700 kilogramni chiqaribdimi? 700 kilo dedimi? Bu fakt bu Sanjar. Galshteyndan yana. Mashalloh. Demak, biz to'g'ri ratsion, to'g'ri joy, to'g'ri sharoit ta'minlab bersak, albatta erishamiz. Iqtisodiy daromad chorvada barokat katta, faqatgina uni to'g'ri amalga qilinsa. Ideal agrar jamoasi beradigan tavsiyalarga amal qiling do'stlar. Sizlarga beriladigan barcha bilimlar haqiqiy bilimdan, haqiqiy tajribadan, barchasidan umumlashgan holda beriladi. Demak, endi so'zimiz yakunlasa ham bo'ladi. O'sha aytganimiz o'tganimizdek, siz so'zni boshlaganimizda bu sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa. Chorvangizni mahsulotlarining baholash usuli. Birinchi hisoblatasiz ratsionni, keyin molingizni yedirasiz, yedirilganini baholaysiz va axlatini keyin ko'rib turib baholaysiz. Axlatini analiz natijalarini, ya'ni mana bunaqa narsaga olib turib yuvib ko'rasiz, qay darajada hazm bo'lyapti, donlar chiqib ketmayaptimi, va tarkibdagi dag'al oziqalar hazm bo'lyaptimi va pulagingizdagi sut miqdoriga qaraysiz. Sizga ideal agrar jamoasi 30 litrga sut beryapti. Agar axlat joy hazm bo'lyapti va siz 30 litr sut olyapsizmi? Demak, ishoning, siz ratsioningiz to'g'ri. Agar bu yerda chiqmaydigan bo'lsa, yana boshdan boshlaysiz. Nima uchun kelmayapti? Hisoblangan ratsion to'g'rimi? Yoki molini yeyaptimi? Dag'al oziqam sifati yaxshimi? Bular hammasi umumlashgan holatda mana shunday ratsion baholanadi. Umid qilamiz siz uchun Sanjar Mahkam bilan birgalikda bir kerakli ma'lumot bera oldik. Albatta bizni kuzatishga davom eting. Bu videoni albatta siz barcha joyga tarqatishingiz kerak. Tavsiyam, chunki buni har bir inson ko'rish kerak. Chorva bilan shug'ullanadigan inson ko'rish kerak. Chorva bilan shug'ullanyapmizmi? Mana shunaqa bilim ko'nikmaga ega bo'lishimiz kerak. Biz sizga yordam beramiz. Bizni kuzatishga davom eting. Ideal agrar jamoasini o'zini YouTube kanalida, Instagram kanalida, Telegram kanalida barcha savol-javoblar, videolar qo'yib borilyapti. Ularni ulashing, qo'shningizga ulashing, birodaringizga ulashing, siz ma'lumotlarni tarqating, bilimga ega bo'lishsin. Hammamiz ana shu chorvani ko'taraylik. Endi import emas, eksport qilishga chiqaraylik. Hammangizga to'g'ri barokat tilaymiz. Sog'-salomat bo'ling. Sanjar, biroz o'zingizdan xayrlashib qo'yasiz. Salomat bo'lasizlar. Biz har doim xizmatda. Ismoil aytganday, sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Faqat savob uchun, o'zimizni, xalqimizni dasturxoni to'kin bo'lish uchun, rivojlanishimiz uchun videoni shunday chorvador do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayrlashmaymiz. Salomat bo'ling.